Tayyor har oy 2,5 ming dollar foyda olib keladigan ofis sotilyapti. Arendatorlar bilan. Mazzami? Bu joy общий 100 kvadratdan iborat ekan. Yangi remontdan chiqqan, har bitta xonani devoridan tortib patologiyacha remontdan pul ayalmagan. Har bitta xonada televizor, konditsionerlargacha bor. Bu yerda direktorskiy xona bo'ldi, konferens xona, kuxnyasi ham bor ekan kichkina, keyin bu yerda bitta xona, keyin orqada stoyanka, mashina qo'yishga joy ham bor ekan. Ikkita sanuzel bor ofisda общий. Eshiklar bormi, devorlar bormi, pol, patolog, har bitta detalini dizaynerskiy qilib va remontini yorib yuborilgan. Remonti ko'rinishi yoqqan bo'lsa, ekranga 2 marta taqillatib qo'ysangiz, bo'ldi jigar. Bu yerda shkafi bor, mana dekorativniy rasmlarni qarang, devorlarni qarang. Yana katta televizor bu yerda, kutadigan xona adashmasam bu yerda, mana resepsiyon xona, bu yerda yana bitta ili direktorskiy xona, ili konferens zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Общий 100 kvadrat. Mazada pulingiz bo'lsa, shatda tikib olsangiz, har oy pul maza qilib sanab yotsangiz. Tashqariga chiqishimiz bilan zeleniy zonasigacha bor, освещенияsi bor. Fasadda ham zo'r qilib qo'yishgan. Katta LED monitor qo'yilgan. O'zingiz biznesingiz qilmoqchi bo'lsangiz, katta logotipingizni qo'yib qo'yasiz, hech qanaqa reklamalarga pul sarflamaysiz. Xohlasangiz o'zingiz ofis qilib ishlatasiz, xohlasangiz arendatorlar tayyor turib sotib olishingiz bilan arendaga kiradigan. Lokatsiya juda ham oson, yo'lni shunday yursa. 16-Go'rmanisidan Yujniy vokzalga shunday kevrishda Yakkasaroy Nalogoviyni to'g'risida. Videoni pul-pulga uradigan yaqinlaringizga hozir tashlab qo'ying. Bu ofisning narxi 260 ming ekan. Yana qalblarga qo'l solib, ikkisim sodalashib olsangiz bo'ladi. Puli borga mazza, prosta pulini tikib qo'yadi, har oy foydasini sanab yotadi.